akalar mana shunday qilib hech qachon qurmanglar. Bunaqa narsalar bo'lmaydi. Bunaqa narsalar sindirib olish kerak bo'ladi. Sababi mana bunaqa qilib qilish kerak bo'ladi. Ya'ni buni skilovatdan foydasi yaxshi ahamiyat berasizlar. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Bu ancha buncha misol men mana 50 gradus ursa ham orqasi 0 gradus muzdek bo'ladi. Mana shunaqa pustoy holatda qilib qo'ymanglar. Mana shunaqa oddiy bitta skilovatdan qo'yib qo'ysalaring o'zlaringizga foyda bo'ladi. Akalar biz Golden fasadga yetkiganmiz. Bu yerda nihoyatda assortiment katta. Bir tarafini yaxshi ahamiyat berib turasizlar. Mana Golden fasad Oybek ham joyiga yetkiganmiz. Nihoyatda assortiment bor. Bu yerda mana ko'rib tursa g'ishlilari bor. Mana oddiy haligi eski qadimiy g'ishlarga o'xshaganlari bor. Hattoki tayde fasadlarning o'zi ham bor. Mana bu yerda 3D fasollari bor. Nihoyatda assortiment ko'p. Sarig'i, ko'kshirog'i, qizg'ichirog'i, oqrog'i, xullas assortiment nihoyatda katta. Mini zavodga yetkiganmiz. Bularda birinchi qo'l arzon bo'ladi. Yaxshilar ahamiyat berasizlar. Adresini ham oxirida aytib o'tamiz. Akalar, shuning uchun bizda yangi bo'lsalaring, oxirgacha ko'rib tursalaring, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Qaranglar. Bu yerda asosiy mana optimga chiqarishadi. Sirazi videoni boshlayveramiz, uzoq kuttirmaymiz. Mana qancha ob'yomda, qanaqasidan zarur bo'lsa, narxlari 35 ming so'mdan boshlanadi. U yog'i yo'qolashib ketaveradi. Mana ko'rib turibsizlar, qizg'ichlari, mana bu yerda neobichnilari, mana bunaqa boshqacha fasollari turibdi. Xullas, assortiment nihoyatda ko'p. Mana bu yoqda oqlari bor. Sekin o'taveramiz. Keling, kamerachimiz. Mana bunaqa oqli variantlari bor. Bu yerda assortiment qaylar yangichasi. Mana yerdagi fasadlari bor. Bu yerda mana har xil ranglari bor. Mana yerda 3D fasollari deydimi, mana boshqachalari turibdi. Oqishlar turibdi. Mana g'ishti o'zi bor. Ko'proq kafelar olishyapti. Kafega ham zo'r bo'ladi. Mana qaranglar, ranglarni qaranglar. Bir voshdan shoshilmasdan ko'rsatamiz imkon qadar. Mana eng trenddagi variantlar. Mana qizg'ichlarning eng zo'rlari. Mana bu ham trenddagi variantini qaranglar. Mana qaranglar. Hali eski qadimiy uylarga o'xshab qoladi uylarning. Juda ham chiroyli, tekis bo'ladi. Qaranglar. Mana orqalari ham hamma yo'g'i zo'r holatda. Xo'p, bundan tashqari bularda olib sotsangiz ham bo'ladi. Bu biznesni o'rgatishadi ham. Keyin dastavkalar kelishilgan asosda bo'ladi. Nihoyatda katta assortiment. Mana uni qarang. Mana yiltirab turishini qarang. Mana bitta laklab qo'yasiz, hech narsa bo'lmaydi. Yomg'ir, issiq, sovuq, hech narsa bo'lmaydi. Yiltirashini qarang. Mana uni qarang, taylarni qarang. Bo'ladi. Haliga dachalarga, bitta joylarga qilib qo'ysa nihoyatda zo'r turadi. Mana bunisi ham boshqacha ekan, qarang. Ajoyib melga o'xshagan ajoyib ekan mana shu ham. Zo'r turibdi. Endi bundan tashqari bu yoqda mana mayda joylari bor. Mana bunaqa neobichnli svetlar bor. Tomni qora desalar, tomni qoralari ham bor ekan. Bu ham boshqacha ekan. Qandaydir mashina hozirligi mokriy asfalt deyapti, mana shunaqa bo'lyapti. Mana mokriy asfalt mana shunisi bo'ladi. Menimcha kommentariy yozib qo'yasizlar. Xullas, nihoyat assortiment ko'p. Mana bu joylarni ko'rib tursa, mana bu yerda g'ishti o'zi ham bor ekan. Mana sarg'ish rangi bor ekan, g'ishti o'zi ham bor ekan. Undan tashqari bitta ishxonani ham ko'rsatamiz. Mana bu yerda ko'rib tursa, fasollar zavodni o'zidanligi uchun bularni ham olib sotsangiz bo'ladi, optimiga olsangiz bo'ladi. Asosiysi qaranglar, bularda hamma yo'g'i choki tekis bo'ladi. Mana chokini ham ko'rsatayman. Mana bundan qochasiga choki nihoyatda tekis bo'ladi. Ya'ni unaqa abada 8 bo'lmaydi. Mana yaxshi ahamiyat berasiz, juda ham tekis holatda. Haligi ko'pchilik bunaqa bo'lmayapti, qiyshiq qilyapti. Qiyshiq quyganlarga qiyshiq chiqadi. Bunaqa yaxshi joylarga unaqa haligi nima boshqacha narsa chiqmaydi. Mana bu tarafdan ish jarayonini ko'rsatib qolmanglar. Ish jarayonini ko'rsatib qo'yaveramiz. Mana shu joyda mana chiqadi. Hamma yo'q zavod, mana hamma yo'q bo'layapti. Bexijolat doimiy ravishda mana chiqardi. Qani sexni yaxshi ahamiyat beryapsizlar. Doimiy ravishda mana shunaqa qilib qurib berishadi va zakaz asosida xohlagan rangingizni ham qilib berishaveradi. Yana bitta qiziqarli joyi, bu biznes orqali kuniga akalar $100 topsiz bo'larkan, agar shu biznes qiladigan bo'lsangiz. Endi qolgani misol oyma-oy yaxshiroq daromad, ya'ni o'shaligi rezinkasi deyiladi. Ana shuni kauchuk deyiladi, adashmasa. Ana shunisini qo'shgan saringiz kuniga akalar kerak bo'lsa $1000 gacha topsiz bo'ladi. Eng kami $100 dan boshlanar ekan. Faqat o'zingizga bog'liq, ishlashingizga bog'liq, dasturni kuchaytirishingizga bog'liq, reklamani kuchaytirishingizga bog'liq bo'ladi. Har xil turlari bor. Mana bunisi matvisi, qaranglar, yana ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu yitroq variant, qaranglar. Kimdir matvi xohlaydi, kimdir yitroq variantini xohlaydi mana. Juda ham chiroyli turibdi. Xullas, bularda nihoyat assortiment ko'p. Endi asosiy glавный ofis ko'rsatamiz. Glавный ofisda bundan nihoyatda ko'p assortiment.
Xullas biz turgan joyga kelinglar, ko'rsatib o'tishimiz kerak, adresini sraz tirs aytib o'tishimiz kerak. Akalar, Golden fasadga yetib kelganmiz. Golden, yaxshi ahamiyat berasizlar. Xullas Andijon shahridamiz. Xo'p, bu tarafimiz Jahon bozori, bu tarafimiz Andijonning sentriga qarab ketadigan yo'l bo'ladi. Xo'p, endi mana Golden fasaddamiz akalar. Yaxshi ahamiyat berasizlar. Ofisga kelganlaringda ofisda o'zida nihoyatda ko'p assortiment kelaveramiz. Mana shu bir rivojdan shoshilmasdan chiroyli qilib oling, uzoqroqdan yaxshiroq ko'rinsin, odamlarimiz maza qilsin ko'rganda. Fason nihoyatda katta, assortiment ko'p. Bu yerda har xil turlari bor, bu yoqlarda ham bor. Undan tashqari 3D fasonlari, обычный fasonlari, bunaqa marmarli deyladimi? Ana shunaqa fasonlar meni ham ajoyib nosrangiga o'xshagani bor ekan. U taylarini qayla stollarga olib qo'ysa mana juda ham ko'p assortimentlar. Xullas, asosiy birinchi qo'l eng arzon joyda. Akalar, 35 ming so'mdan boshlanar ekan, 90 minggacha ketaverar ekan. Misol tariqasida mana bu hadovoy bo'layotganlar hozirgi kunda 60 ming, 70 ming atrofida edi. Mana shunaqa fasonlari ham bor. Xullas, egalar hozir yo'q ekan, o'shaning uchun o'zimiz obzor qilib oldik. Iltimos, obzor qilib olavering deyishdi. Shuning uchun obzor qilib oldik. Qo'limizdan kelgancha qisqa lo'nda ma'lumot berdik. Necha minut o'tganini aytib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Mana ko'rib turibsizlar, hozir 12 minut bo'ldimi? Xudo xolasa 7 minut o'tdi. Xullas yana bir minut gapirib mana shuni maqtab berishim kerak. Endi qaranglar. 3D fasonda yaxshiroq bo'ladi. Mana qoraroqlari bo'ladi. Xohlasalar bunaqa обычный mashina menga qandaydir yoqayapti. Undan keyin fasadlarga kelsak, fasadlari bunaqasi, unaqasi xolma-xoliq men mehmonlarni ham ko'p, prosta endi nimalar to'sib tashashibdi, mebellarni to'sib tashashibdi. Juda ham ko'p. Golden fasadga kelganmiz. Golden. Yaxshi ahamiyat berasizlar. Bunaqa burchaklariga, bunaqa uzunchoqlar variantlari ham bor ekan. Yangicha stil ekan. Bunisini to'g'risi men endi birinchi marta ko'ryapman. O'zi sizga qaysi ma'qul? Ko'pchilik bunaqa обычный qilyapti. Mana shu ham zo'r. Ko'proq meni eng ko'p Samarqandda mana shu trendga chiqqan mana. Samarqandda mana shu trendga chiqqan. Keyin vohalarga kelishilgan asosda dastakka qilib berilaveradi. Xo'p, sababi bularda assortiment arzonligi uchun, birinchi qo'llik uchun arzon sotishadi. Dastavkasini haligi nima desa bo'ladi? Unaqa ko'p qo'yishalmaydi. Hali qimmat sotib turib o'zlaridan dastavkasi bepul desa bo'ladi. Bular unaqa qilmaganligi uchun o'shancha 35 ming so'mdan boshlanadi. U yog'i yo'qolishga 90 ming so'mgacha har xil turiga qarab turib, mana shu любойni ko'ryapsiz, bitta screenshot qilasiz. Aka, mana shunisi yo'qdi. Bo'lmasa narigisini screenshot turib, bunisi yo'qdi desiz, o'shanga qarab tushuntirib berishaveradi. Kamerachimiz agar 8 minutdan o'tgan bo'lsa aytib yaxshi bo'lardi. Ana aytib yubordilar oxiri so'ragandan keyin zo'rda. Xullas kamerachimizni almashtiraylikmi, kommentariyga yozib qo'yinglar albatta. Qaranglar, bu yerda nihoyatda ko'p. Biz yana qaytarib qo'yamiz. Biz Andijon shahridamiz. Golden fasaddamiz. Shuni aytamiz. Pastdagi raqamga aloqa chiqib, albatta vodiyda arzondan oldim deyish esdan chiqmasin.